Hurmatli yurtdoshlar, ushbu videoga e'tiborsiz qolmaysizlar degan umiddaman. Assalomu alaykum. Aytayomlaringiz yana bir bor muborak bo'lsin. Yaxshi kutib oldingizlarmi? Qanaqasan endi sog'liqlaring? Yaxshilarga shukr. Suhbatlar, men sizga yana bir bor murojaat qilaman. Assalomu alaykum, hurmatli vatandoshlar va bizlarni Shifo karvoni kanali orqali muntazam kuzatib kelayotgan barcha qadrdonlar. Bugun ishxonamizga mehmon tashrif buyurgan, to'g'rirog'i Samarqand viloyatidan yetib keldi Sherali akam. To'g'risi Sherali akamni oz muddatda katta bir ish qilganini ko'rdim. Bir rolik qo'ygan bir yosh ukamizga, shu o'g'lon yurtimizning farzandi buyrak kasali bilan qattiq og'riyotgan bir bemorni uyiga kirgan Sherali akam. Bemorni o'zi bilan gaplashgan. Men buni ko'rib qoldim va muloqotga chiqdim. Erinmasdan hozir shu Samarqand, Toshkent tog' oralash oshib ishxonamizga yetib keldi. Avvalo Sherali aka, assalomu alaykum. Xush kelibsiz jonimizga. Bizni Hamro Travel Medical Turizm ishxonamizga. Sherali aka, bir yaxshi ishni boshlaganingizni ko'rdim. Bir bemor haqiqatan og'riyotgani. Ismi nima edi u bemorni? Muhammadjon. Muhammadjon. Yosh yigit ekani. Yoshi 23 yoshda. 23 yoshda. Ahvoli qanaqa hozir? Muhammadjon 14 yoshida onalarini bilgani. 14 yoshida buni onasi bilib qolganki, surunkali buyrak yetishmovchilik kasalligi bilan, tashxisi bilan xastalanganligini. Toshkent shahrida, Toshmi klinikasida hamda Samarqandda 8 yil mobaynida davolanib kelgan ekan. Meni borib onalarni o'zidan eshitdim bu gapni. Mana shu ro'za oylarini 2025-yil ro'za oylarining o'rtalarida bularga doktor xabar berganki, ikkita buyragi ham qurib bo'lgan ekan buni. Ikkita buyragi ham qurib bo'lgan ekan. Keyin menga telefon orqali chiqishdi bular yordam qiling deb. Endi men holatni bilish uchun uning uchun borib ko'rishim kerak. Shoshilinch vaziyatda bordim. Borgan paytim ahvoli og'irlashgan ekan, qorinlari shishib, yuzlari ko'karib shishib ketganga, juda og'irlashib qolib, yegan ichganini qayd qilib qolganda, keyin shoshilinch tibbiy markazga olib borishgan ekan. Samarqand shahridagi Havasi degan shaharchasida yangi ochilgan klinika bor. O'sha klinikaga bordim, to'g'ri bordim. Endi 3 kun bo'lgan ekan yotqizganiga, u shoshilinch ham ko'p ushamas ekan. Uyida ahvollarni, больницада ham ko'rdim, klinikada ham ko'rdim ahvolini. Haqiqatan qorinlar shishib ketgan, yuzlarda shishib ketgan, ranglari oppoq bo'lib ketgan. Xullas, ahvoli o'ta darajada og'ir. Men unga chidab tura olmadim. Ulardan so'rasam, yolg'izmiz deydi. Juda qiyin sharoitda. Endi 8 yil bo'tga pul to'plab, Toshkentga olib borib, Samarqandga olib kelib uni davolatishni o'zi bo'lmagan. Vaqtida aka-ukalari yordam qilgan, qarindoshlar, mahalla yordam qilgan. Bunga yordami tega olmaganda, sababiga o'sha buyrak qurib bo'lgan 8 yil ichida. Bu ahvollarni ko'rib, oxiri chiday olmasdan men shu video rolikni chiqardim. Men bu ishni qilmaganman hech, lekin shu qo'limdan kelgancha yordam qilib, shu xalqqa ham bir mana saxovatpesha birodarlarimiz, do'stlarimiz bor. Qayerga ehsonimni qilsam ekan deb ana shuni kutib o'tirgan insonlarimiz bor-da. Men uni bilaman. Hayot tajribamdan ko'rganman. Bir to'g'ri bir yo'nalishga qilsamki, farzandim sog'ayib ketsa deb niyat qilib o'sha ehson qilaman deb o'tirgan odamlar bor-da. Men shularni o'ylab borki, shu rolikni chiqardim, video rolikni. Lekin yomon emas. Mana shu 27-mart kuni o'sha video rolikni ijtimoiy tarmoqqa tarqatdim. Alloh rozi bo'lsin, mana qancha do'stlarimiz yordam qildi. Bir san'atkor qizimiz juda katta yordam berdi. Mana hozirgacha yordam qilyapti shu. Shuni sharofati bilan mana san'atkorlarimizni, bloger aka-ukalarimizni yordamlari bilan, xalqimizni yordami bilan ancha-muncha mablag' yig'ib qo'ydik-ku, lekin juda bu kam bu mablag'. Endi men siz bilan suhbatlashgan, menga aloqaga chiqqaningizdan keyin
men ham sizni eshitib, men ham sizni ishlaringizni qilgan ishlaringizni ko'rib, men ham bir najot istab keldim sizni oldingizga. Bir yordamingizni daro tutmang, qo'lingizga yordam bering. Shu yosh bola sog'ayib ketsin. Boquvchisi yo'q, shu eng katta farzandi shu. Shu bir onalariga bir umr duo qilaman deb yig'lab nolalar qilib yotibdi onasi. Men u narsalarni ko'tara olmayman-da, chiday olmayman-da. Aytolmanki, nimaga bo'lsa men tayyorman shu bolani shifo topib yaxshi bo'lib ketishiga. Men shuning uchun aytganingizni tog' oshib, bog' oshib keldik. Rahmat. Sizni ko'ray deb. Alloh rozi bo'lsin, sizlardan ham ishlaringizni bardavom qilsin. Xo'p, kanalimiz a'zolari Sherali akami mana hozir dardli gaplarini eshitdik hammamiz birgalikda. Men o'zim Sherali aka to'g'risi bu ishni boshlaganimizga bir 4 yildan oshayotgan bo'lsa, sizni hozir xolis menga begona deyapsiz. Yettiyot begona. Vatandoshim shu. Shunga o'xshagan farzandlar bizda ham bor. Boshimdan qancha kasalliklar o'tgan, necha bor operatsiya bo'ldim deyapsiz. Shunga bir teskari qarab keta olmayotganingizni ko'rib, vijdoningiz qiynalib, shunga yordam berayotganingizdan men o'zimni sizda ko'rgandek bo'lyapman. Mana shunaqa insonlar borligidan men xursand bo'ldim, chunki mana shu o'tirishim bizniki xolis. Innamal a'malu binniyatikum. Sizlarni qilayotgan ishinglar niyatinglarga qarab dedilar Rasululloh alayhisolatu vassalom. Shu ishlaringizga men xursand bo'ldim. Alloh taolo buni bardavom qilsin. Shu ukamiz siz bilan bizni qo'limizda, Xudo xolasa, sababchi bo'lib shifo topib kelajakda 100 yildir, 150 yildir yashab, baxtli, saodatli, bolalari ko'p bo'lib, bizni xayrli duo qilib, maza qilib yashasa, bizga shu Xudo xolasa savobi yetadi. Mana hozir Sherali akami gaplarini eshitdik. U Samarqanddan tog'lar oshib keldi biz ishxonamizga. Shu videoni tarqatib, mana bu qo'yilayotgan karta raqamlar aynan shularga tegishli, shularning oilasiga tegishli. Sizlardan iltimos, shu bolani birgalashib bizga qo'shilinglar. Shu najot kemasiga qo'shilinglar. Shu shifo karvoniga yana bitta bemorni qo'shib beringlar sizlar. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam as-sadaqatu taruddul balaa va yazidul umra dedilar. Yaxshilik, sadaqat umringizni uzoq qiladi, baloni daf qiladi dedilar. Ertaga boshimizda nima ish bor, buni Allohdan boshqa birov bilmaydi. O'zingizni, bolalaringizni ham sog' yashashlik uchun mana shu ukamizga yordam beringlar. Hal jazaa'ul ihsanu illa al-ihsan. Alloh taolo yaxshilikning mukofoti faqat yaxshilik deyapti. Siz yaxshilik qiling shu bolaga. Siz tanimaysiz. Hop, sizdan dunyolarni so'ramaymiz birgalikda mana. Oilasi ham dunyolarni so'raga yo'q. Balkim 5000 so'mdir, 10.000 so'mdir. Ulug'larimiz aytadi, ko'pchilik bir tishlamdan bersa to'ydiradi, bir mushdan bersa o'ldiradi degan xalqimizning maqollari bor. Hech bo'lmaganda aqalli eng ozi shu kanalni birorta odamga tarqatib qo'ying iltimos sizlardan. Hozir Sherali akam bilan niyat qilyapmiz, birgalikda Dehliga uchamiz. Aeroportlarda Dehliga qo'ndik, yetib keldik. Mana ukamiz operatsiyaga kirib ketyapti. Sog' Xudo xolasa. Hali birgalikda bu videolarimiz, roliklarimiz davomiy bo'ladi Xudo xolasa. Sherali aka, sizga yana bir bor rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Bu ishlaringizga Alloh taolo davomiy qilsin. Bitta bu ukamiz emas, minglab bemorlarni shifosiga sababchi bo'ling. Mana shu kartalar shaxsan kimi o'zlarining raqamlari. Muhammadjonning kartasi qo'yilgan hamda onalari Zuhrapaning kartalari qo'yilgan. Qo'ldan kelgancha ehsonlaringizni qilingizlar, ko'z yummangizlar. Alloh barchalaringizdan rozi bo'lsin. Amin.